Bag'dod tuman mahallalarida aholi qulayligi va maktab bog'chalarga bolalarni qatnashi uchun bir qancha yo'llarda infratuzilmalar amalga oshirilmoqda. Yo'lakchalar barpo etilib, mahallalar zamonaviy ko'rinishlarga keltirilmoqda. Ortimizdan mana shu kelayotgan yo'l Qahat mahalla fuqarolar yig'inidan Chuvalanchi mahalla fuqarolar yig'iniga bog'lovchi katta yo'l hisoblanadi. Bu yo'ldan kuniga maktab bog'chalar uchun ota-onalar o'z farzandlarini olib kelishadi. Ba'zilari piyoda, ba'zilari avtomobilda, albatta mana shu yo'ldan kesib o'tishadi. Chuvalanchi mahalla fuqarolar yig'ini raisi Azizbek Abdullajonovning tashabbusi va mahalladagi tashabbuskor aholi vakillarining qo'llovi bilan mana shunday namunali piyodalar uchun maxsus yo'lakchalar paydo bo'lmoqda. Azizbek, hormang endi. Assalomu alaykum. Yana nimalarni boshladinglar? Mana hashar ketyapti ekan bu yerda. Xudo xolasa shu salomatlik yo'lakchasini 2 kilometr bitkazib, Qahat MFga yo'nalishigacha yo'naltirib qo'yishni niyat qilib, shu hasharni boshlab oldik. Mana tuman mutasaddi tashkilot rahbarlarimiz, mana hokim buvamiz ko'rib, shu yerdan qilib qilasan deb ko'rsatib berib ketdi. Mana yakunlaymiz. Keyin boshqa yangi loyihalar bor, rejalar bor. Shuni qilamiz. Bu yo'limiz juda ham tor bo'lgan. Bitta qishloqlar bor, shu mashina o'tishlari, mashinalarda qiynalgan, shuning uchun biz surdirgan holda kengaytirib, mana hozir 6 metr kengaytirdik. 6 metrdan 2 metri sog'lomlashtirish yo'lakchasi, shu bolalarimiz bemalol maktab, bog'chaga borishib kelgani shu narsani qilyapti. Bu aslida o'sha boya ham ta'kidlab o'tdim. Qahat bilan Chuvalanchi o'rtasidagi katta yo'l hisoblanadi. Juda ko'p mashinalar, o'sha juda ko'p farzandlarni ota-onalar maktab bog'chalarga olib keladi. Bu mana shu tashabbuslaringni qanday qo'llab-quvvatlashdi? Endi bu narsaga baribir alohida mablag' ajratilmadi, to'g'rimi? Bu faqat mahallani o'zining kuchi bilan bo'lyapti. Mana bu loyihani boshlashda Olimjon aka tuman rahbarimiz hokim buvani chaqirib shuni bir ko'rib bering deganimizda juda ma'qul ish. Buni yurgizaveringlar deb aytishdi. Mana hozir shu qishlog'imizni yosh kattalari, qishlog'imizni homiylar tarafidan mana shuni tashkillab, chiroyli qilib salomlashish bolalar yo'lakchasini davom ettirib, bog'cha maktabimizga bemalol borib keladigan. Qani siz atrofingizda turgan mana shu yigitlar ham kelsinchi. Mana keling. Aslin akam bor. Mana akalar bor. Chuvalanchida mahalla raisining atrofiga jipslashgan yoshlar qanchalik bir qo'llab-quvvatlayapti tashabbuslarni. Mana shu xalqimiz, shu mahalla oqsoqolining yonidagi aka-ukalar, qadrdonlar, shu xalq, shu mahalla jamiyatlar, kengashlar bo'lib, mana birdamlikda shu ertangi kun uchun, kelajak avlod uchun shu maktabga, bog'chaga, mahalla sentrlariga shunchalik xavfsiz yo'lakcha texnikalardan ajratgan holatda chiroyli qilib qilyapmiz. Mana shu paytgacha bunaqangi tashabbuslar bo'lmagan. Mana raisimizga rahmat, anjomlar sog' bo'lsin. Shu ertangi kun uchun, sizni, meni farzandlarimni xavfsizligi uchun o'ylab chiroyli natija ko'rsatishyapti. Anjomlar sog' bo'lsin. Hamma har xil yordam beryapti. Masalan, biri sementga, biri toshiga, klinisga yordam beryapti. Undan tashqari shunday narsa borki, har bitta xonadonni uyini oldidan masalan akalarimiz shunday kuyishsa, obyektlarga oshlarni qilib, masalan, bu ham xalqni birdamligidan-da. Mana Olimjon aka, siz o'zingiz juda yaxshi bilasiz. Biz Chuvalanchi qishlog'i 4 ta 5 ta qishloqda bir markaz hisoblanadi. Mana ariqlarimiz, mana katta ariqlar o'tgan, katta zo'rlar o'tgan. Mana hozir shunga qaramasdan bu bitta sog'lomlashtirish yo'lakchasi bilan, bolalar yo'lakchasi bilan to'xtab qolmaymiz. Xudo xohlasa buni qilganimizdan keyin mana archalarni ekdik, terak ko'chatlar ekildi, mana tuman rahbarlarini o'zlari kelib billama-billa erta tongdan ekdik. Biz 22-o'rta ta'lim maktabimizga Chuvalanchi MF, Xitoy MFdan aholisi kelib. Hatto Qahat Oqchangildan ham keladi. Qahat Oqchangil, Irg'ol MFdan keladi. Tuvoda MFdan kelib o'qishadi. Mahalla raisining tashabbusi bilan hozir barcha mana shu maktabga, bog'chaga eltuvchi yo'llarga mana bu maxsus yo'lakchalar barpo etilyapti. Buni qanday qulaylik tarafi bor deb o'ylaysiz? Bu yo'lakchalar avvalo bolajonlarimiz uchun, o'quvchilarimiz uchun juda qulay tarafi bor, hamda bu yo'lda haydovchi shopirlarimiz uchun ham bolalar birinchi o'rindan bular o'quvchilar shu bolalarimizni himoya qilishadi. Mana shu yo'ldan yurishib, bu yo'l to'g'ri maktabga boradi-da, bolalar shu yo'lga o'tib olsa, to'g'ri maktabga boradi. Yo'ldan himoyalanadi, shofirlarga ham ancha foydasi bor shu yo'lda yurishga.
juda yaxshi tashabbus ko'tardi raisimiz. Bu yo'lak qilib o'quvchilarimiz uchun, xalq uchun men o'zi nazoratga olib qarab turibmanki, shu hali bitgan yo'q. Bitmasa-da bolalarimiz shu yo'lda yurishni Hozirdan boshlandi. Shuvalanchi fuqarolar, ota-onalar nomidan, ustozlarimiz nomidan avvalo mana shu yo'lakchani tashkillagan yuqori tashkilotlarga, mana Shuvalanchi MF raisiga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Rais buvani o'zi bilan ko'p har kuni ham gaplashaman bu bo'yicha. Opa, takliflaringiz deydi, boshqa deydi. Albatta bu yo'lak bo'lish kerak edi. Hali bular tamomini bitib, chiroyli bo'lib, daraxtlar, o'sha rejadagi daraxtlar ekilsa, bu namunadagi yo'lakcha bo'lib tashkillanadi albatta. Sog' bo'ling, charchamang. Rahmat.